Salom, hurmatli kanalimiz obunachilari va ushbu videoni tomosha qilayotgan aziz do'stlar. Bugun siz bilan shunday muhim va dolzarb mavzuni muhokama qilamizki, bu har birimizga. Ayniqsa bank kartalaridan faol foydalanadigan har bir O'zbekiston fuqarosiga bevosita taalluqli. So'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda kartadan kartaga pul o'tkazmalariga 23 badani soliq joriy etildi. Pulimni tortib olishadimi? Kim to'laydi? Kimga qaytariladi? Kabi sarlavhalar va mish-mishlar juda ko'p tarqalmoqda. Bu xabarlar ko'plab savollar, xavotirlar va hatto vahima uyg'otgani sir emas. Bugungi video aynan ana shu savollarga javob berish, vaziyatga oydinlik kiritish va sizni ortiqcha tashvishlardan xalos etish uchun mo'ljallangan. Ishonchim komilki, hozir aytiladigan ma'lumotlar siz uchun nihoyatda muhim va kritik ahamiyatga ega bo'ladi. Bu ma'lumotlar sizning moliyaviy holatingizga, pul o'tkazmalaringizga va umuman pul bilan munosabatingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni, hech bir tafsilotni o'tkazib yubormaslikni tavsiya qilaman. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhimdir. Keling shu zotiyoq muhim masalaga chuqur kirishaylik. Asterisk muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avval kartadan kartaga o'tkazmalar tizimi avvallari qanday ishlagani va keyin nima o'zgarishlar yuz berganini tushunib olaylik. O'zbekistonda mobil ilovalar orqali kartadan kartaga pul o'tkazish xizmati oxirgi yillarda juda tez rivojlandi va juda ommalashdi. Aslida bu xizmatning asosiy maqsadi jismoniy shaxslarga o'zaro shaxsiy moliyaviy ehtiyojlari uchun pul almashish imkoniyatini yaratish edi. Masalan, do'stingizga qarz berish, oila a'zolariga yordam jo'natish, kichik xaridlarni qoplash kabi oddiy kundalik ehtiyojlar uchun. Ushbu turdagi o'tkazmalar odatda soliqqa tortilmas edi, chunki ular tijorat faoliyati, ya'ni daromad topish maqsadi bilan amalga oshirilgan tranzaksiyalar deb hisoblanmasdi. Soliq idoralari va banklar bu o'tkazmalarni jismoniy shaxslar o'rtasidagi shaxsiy munosabatlar doirasidagi pul harakatlari deb bilardi. Buning ortida shaxsiy moliyaviy operatsiyalarni haddan tashqari nazorat qilishga bo'lgan istak yo'qligi ham turardi. Bu tizim juda qulay edi. Odamlar naqd pulsiz hisob-kitob qilishga o'rganishdi va bu iqtisodiyotda naqd pulsiz aylanmani sezilarli darajada oshirdi. Ammo va bu juda muhim, ammo vaqt o'tishi bilan vaziyat tubdan o'zgardi. Ko'plab kichik va o'rta biznes vakillari, shuningdek norasmiy tarzda xizmat ko'rsatuvchi shaxslar, masalan repertorlar, usta hunarmandlar, onlayn savdo bilan shug'ullanuvchilar o'z daromadlarini bank hisob raqamlari yoki kassa apparatlar orqali rasmiylashtirish o'rniga shaxsiy kartalarga mijozlardan pul o'tkazmalarini qabul qilishni boshladilar. Bu bir tomondan qulaylik edi, ammo boshqa tomondan davlat byudjetiga tushishi kerak bo'lgan soliq tushumlarining katta qismi soyada qolib ketishiga sabab bo'ldi. Soya iqtisodiyoti muammosi tobora kattalashib bordi. Mana endi biz bugungi asosiy mavzuga yetib keldik. Yangi qonun hujjatlari yoki me'yoriy aktlarga muvofiq ayni paytda munozara qilinayotgan va hatto qisman kuchga kirgan qoidalar shuni taqozo etadiki, jismoniy shaxslar o'rtasidagi kartadan kartaga pul o'tkazmalari soliq organlari tomonidan diqqat bilan tahlil qilinadi va agar ushbu o'tkazmalarda tadbirkorlik faoliyati belgilari aniqlansa, ya'ni pul topish maqsadida muntazam ravishda amalga oshirilgan daromad deb hisoblansa, undan qonun bo'yicha 23% soliq undirilishi mumkin. Bu raqam 23% aynan shu kabi norasmiy daromadlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan maksimal stavkalardan biridir. Soliq tizimidagi bu o'zgarishlarning asosiy sababi davlatning iqtisodiyotni legallashtirish, ya'ni barcha daromadlarni hisobga olish va adolatli soliqqa tortishga qaratilgan harakatlaridir. Davlat byudjetiga tushumlar oshishi aholi o'rtasida soliq madaniyatini shakllantirish va barcha uchun teng raqobat sharoitlarini yaratish maqsad qilingan. Shuni ham ta'kidlash joizki, bu soliq nafaqat yangi joriy etilgan biror narsa emas, balki amaldagi soliq qonunchiligida jismoniy shaxslarning boshqa daromadlari bandi doirasida mavjud bo'lgan, ammo endi ushbu turdagi o'tkazmalarga nisbatan faol qo'llaniladigan mexanizmdir. Asosiy qismdir. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olsin va kim olmasin? Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu yangi qoidalar aynan kimlarga ta'sir qiladi va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Keling, har bir jihatni chuqur tahlil qilamiz. Asterisk, nimalarni bilish kerak? Avvalo shuni tushunish kerakki, bu soliq kartadan kartaga qilingan barcha pul o'tkazmalariga taalluqli emas,
Agar siz do'stingizga qarz qaytarayotgan bo'lsangiz, onangizga ro'zg'or uchun pul jo'natayotgan bo'lsangiz yoki tug'ilgan kuniga sovg'a uchun pul yig'ayotgan bo'lsangiz, xavotir olmang. Bu holatlarda hech qanday soliqqa tortish bo'lmaydi. Soliqqa tortish obyekti bu sizning tadbirkorlik faoliyatingizdan yoki professional xizmatingizdan kelib chiqqan daromadlardir. Ya'ni siz biror ishni bajarganingiz yoki xizmat ko'rsatganingiz uchun to'lov sifatida qabul qilgan mablag'lar diqqat markazida bo'ladi. Asosiy maqsad tadbirkorlik faoliyatidan olingan va hali rasmiylashtirilmagan daromadlarni aniqlash va legallashtirish. Kim xavotir olishi kerak? Aslida bu savolga javob berishda eng muhim mezon aslida muntazamlik va daromad olish maqsadi hisoblanadi. Kichik va o'rta biznes egalari, agar siz kichik do'kon, kofe shop, sartaroshxona yoki boshqa xizmat ko'rsatish shoxobchasining egasi bo'lsangiz va mijozlaringiz sizning shaxsiy kartangizga to'lovlarni o'tkazayotgan bo'lsa, siz diqqat markazida bo'lasiz. Masalan, sizning do'koningizda xarid qilgan mijoz naqd puli yo'qligi sababli sizning shaxsiy kartangizga 50,000 so'm o'tkazsa va bu kuniga bir necha marta takrorlansa, bu tadbirkorlik belgisidir. Aslida onlayn xizmat ko'rsatuvchilar va frilanserlar, repetitorlar, dizaynerlar, dasturchilar, onlayn konsultantlar, SMM mutaxassislari, hunarmandlar, agar siz o'z xizmatingiz uchun mijozlardan muntazam ravishda kartangizga pul qabul qilsangiz, sizning holatingiz ham kuzatuv ostida bo'ladi. Axir siz qilgan ish uchun haqqingizni olyapsiz va bu sizning daromadingiz hisoblanadi. 30. P2 peer-to-peer savdo sotiq bilan shug'ullanuvchilar. Agar siz doimiy ravishda internet orqali kiyim-kechak, elektronika, avtomobil ehtiyot qismlari yoki boshqa tovarlarni sotib, pulini shaxsiy kartangizga qabul qilsangiz, bu ham tadbirkorlik faoliyati belgisi bo'lishi mumkin. Bir martalik savdo emas, balki muntazam savdo. 4. Boshqa muntazam o'tkazmalar oluvchilar. Agar sizning kartangizga noma'lum shaxslardan yoki turli xil shaxslardan muntazam ravishda ma'lum miqdordagi pul tushumlar bo'lsa va ularning maqsadini asoslay olmasangiz, soliq idoralarida savollar tug'ilishi ehtimoli yuqori. Kim xavotir olmasligi kerak? Keling, kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini ham aniq aytib o'taylik. Ayniqsa oilaviy yordam va o'zaro qo'llab-quvvatlash. Agar siz farzandingizga o'qish uchun pul jo'natsangiz, ota-onangizga pensiyaga qo'shimcha tarzda moliyaviy yordam bersangiz yoki ukangizdan qarz olganingizni qaytarsangiz, bular soliqqa tortilmaydi. Bu shaxsiy, oilaviy munosabatlar doirasidagi o'tkazmalar. Ikki astra shaxsiy sovg'alar, tug'ilgan kun, to'y yoki boshqa bayram munosabati bilan do'stingiz yoki qarindoshingizdan olgan pul sovg'alari ham soliqqa tortilmaydi. Bu daromad emas, balki shaxsiy sovg'a hisoblanadi. 30 qarz berish olish, do'stlaringiz yoki yaqinlaringiz o'rtasida pul berish yoki olish holatlari, agar ular tadbirkorlik faoliyati belgisiga ega bo'lmasa, soliqqa tortilmaydi. Faqat bu holatda qarzning qaytarilishi yoki berilishi isbotlanishi mumkin bo'lgan hujjat, tilxat, shartnoma bo'lsa, yanada yaxshi. 4. Bir martalik yirik tovar sotuvi. Masalan, o'zingizning eski avtomobilingizni, kvartirangizni yoki biror qimmatbaho buyumingizni sotganingizda, bu bir martalik tranzaksiya hisoblanadi va odatda daromad solig'iga tortilmaydi. Faqatgina agar siz doimiy ravishda avtomobil sotish bilan shug'ullansangiz, bu boshqa masala. Bir nechta aniq real hayot misollari, raqamlar bilan. Misol bir norasmiy tadbirkor va soliq yuklamasi Ahmad Qosimjon ismli tadbirkor o'zining kichik magazinda kiyim-kechak sotadi. Uning rasmiy ro'yxatdan o'tgan yakka tartibdagi tadbirkorlik maqomi bor, lekin xaridorlarning ko'pchiligi naqd pulsiz uning shaxsiy bank kartasiga pul o'tkazib to'lashadi. Har kuni uning kartasiga o'rtacha 15 ta mijozdan 20,000 so'mdan 200,000 so'mgacha pul o'tkazmalari keladi. Bir oyda bu o'tkazmalar jami 15 million so'mdan 20 million so'mgacha yetishi mumkin. Agar Ahmad ushbu daromadlarni rasmiy hisob raqami orqali o'tkazmagan bo'lsa va soliq hisobotlarida ko'rsatmagan bo'lsa, soliq idorasi uning kartasiga kelgan o'tkazmalarning muntazamligi va hajmini tahlil qiladi. Agar bu tadbirkorlik faoliyatdan olingan daromad deb topilsa, jami 20 million so'm daromaddan 23% soliq undirilishi mumkin. Bu esa 4 million 600 ming so'm deganidir. Bu holatda agar Ahmad rasmiy ITT bo'lsa-yu, faqat kartasiga tushgan pulni yashirgan bo'lsa, undan soliq undiriladi va hisobotlarda noto'g'ri ma'lumot bergani uchun jarima ham solinishi mumkin. Misol 2. Frilanser va daromadni legallashtirish. Dilnoza Karimova, iste'dodli grafik dizayner.
u Telegramdagi kanallar orqali buyurtmalar qabul qiladi va mijozlari ishlari uchun to'lovni uning shaxsiy Humo kartasiga o'tkazishadi. Bir oyda Dilnoza 5 ta loyihani bajaradi va har bir loyiha uchun 300 ming so'mdan 1 million so'mgacha pul oladi. Oylik umumiy daromadi 5 million so'mdan 7 million so'mgacha yetadi. Bu o'tkazmalar muntazam va xizmat ko'rsatilgani uchun to'lov hisoblanadi. Agar Dilnoza o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa yoki ITT maqomiga ega bo'lmasa, uning 7 million so'mlik daromadidan 23% soliq to'lashi shart bo'ladi. Ya'ni 1 million 10 ming so'm. Agar u o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan dedi, yillik eng kam miqdordagi ijtimoiy soliqni to'lab, qolgan barcha daromadlardan soliqdan ozod bo'lishi mumkin edi. Asosan misol 3 oilaviy yordam va soliqsiz o'tkazma. Ali Vohidov chet elda ishlaydi va har oy oilasiga, xususan akasiga, ota-onasiga jo'natish uchun 3 million so'm pul o'tkazadi. Akasi bu pulni ro'zg'or ehtiyojlari uchun sarflaydi. Bu o'tkazmalar oila a'zolari o'rtasidagi moliyaviy yordam hisoblanadi. Ularning hech birida tadbirkorlik faoliyati belgisi yo'q. O'tkazmaning izohida oilaviy yordam yoki ro'zg'or uchun deb ko'rsatilishi mumkin. Soliq organlari tomonidan bu turdagi o'tkazmalarga soliq solinmaydi. Chunki ular daromad deb hisoblanmaydi. Misol 4. Qarzni qaytarish va isbotlash zaruriyati. Botir G'aniyev do'stiga 1 million so'm qarz bergan edi. Bir oydan so'ng do'sti Botirning kartasiga qarzni qaytarib berdi. Bu ham shaxsiy munosabat doirasidagi pul harakati hisoblanadi va soliqqa tortilmaydi. Agar soliq idorasi savol bersa, Botir do'sti bilan o'rtasidagi qarz shartnomasini, hatto oddiy tilxatni ko'rsatib, pulning manbasini va maqsadini isbotlay oladi. Shuning uchun bu holatda ham soliq undirilmaydi. Ushbu misollar vaziyatning qanchalik nozik va turlicha bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Eng muhimi sizning kartangizga kelayotgan pulning manbasini va maqsadini aniq tushunish va kerak bo'lsa, uni isbotlay olishdir. Asosiy qism 2 istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Bu qismda biz yangi qoidalardagi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ba'zi noaniq jihatlarni ko'rib chiqamiz. Bu sizga vaziyatni to'liq tushunishga va to'g'ri harakat qilishga yordam beradi. Istisnolar. Soliqdan ozod qilingan o'tkazmalar turlari B. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi o'tkazmalar. Ota-onalar, farzandlar, turmush o'rtoqlar, aka-ukalar va opa-singillar o'rtasidagi pul o'tkazmalar odatda soliqqa tortilmaydi. Qonunchilikda yaqin qarindoshlar tushunchasi aniq belgilangan bo'lishi kerak. Bu o'tkazmalar asosan oilaviy yordam, sovg'alar, qarz almashinishlari deb qabul qilinadi. 2. Davlat tomonidan beriladigan to'lovlar, pensiya, stipendiya, ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordam kabi davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar soliqqa tortilmaydi. Bular sizning daromadingiz emas, balki ijtimoiy himoya mexanizmlaridir. O'chasida shaxsiy hisob raqamlar o'rtasidagi o'tkazmalar. Agar siz o'z nomingizdagi bir bank kartasidan boshqa bankdagi o'z kartangizga pul o'tkazsangiz, bu ham soliqqa tortilmaydi. Chunki bu shunchaki o'z pulingizni bir cho'ntagingizdan ikkinchi cho'ntagingizga solish kabidir. 4. Qaytariladigan qarzlar. Agar siz kimdandir qarz olgan bo'lsangiz va uni qaytarsangiz, yoki sizga qarz qaytarilgan bo'lsa, bu o'tkazmalar ham soliqqa tortilmaydi. Biroq bu holatda pulning qarz ekanligini tasdiqlovchi hujjat, masalan, tilxat qarz shartnomasi bo'lishi tavsiya etiladi. 5. Rasmiy xayriya yordamlari. Agar siz rasmiy xayriya fondlar orqali yoki jamoatchilik nazorati ostida amalga oshirilgan biror xayriya aksiyasiga pul o'tkazsangiz yoki olsangiz, bu ham soliqdan ozod qilinadi. Asosiysi bu jarayonning shaffofligi va rasmiyligi. Tuzoqlar, soliqqa tortishga olib kelishim bo'lgan holatlar. Bu muntazamlik va ko'plab kichik o'tkazmalar. Eng katta tuzoq aynan shu yerda yashiringan. Agar sizning kartangizga turli shaxslardan muntazam ravishda, masalan, har kuni bir necha marta pul tushumlari bo'lsa, hatto ular kichik miqdorlarda bo'lsa ham, soliq idorasi buni tadbirkorlik faoliyati belgisi deb baholashi mumkin. Misol uchun, har kuni 20 ta mijozdan 25 ming so'mdan keladigan o'tkazmalar. Bu umumiy summaning sezilarli bo'lmasligiga qaramay, muntazamligi tufayli e'tiborni tortadi. 2. O'tkazmalar soni va hajmi. Bir oyda kelgan o'tkazmalarning umumiy soni, umumiy hajmi. Agar sizning kartangizga bir oyda 100 dan ortiq o'tkazma kelib tushsa va umumiy summa ma'lum bir miqdordan, masalan, 17 million so'mdan oshsa, bu ham soliq idorasining diqqatini tortishi mumkin. 3. Izoh yozmaslik yoki noto'g'ri izohlar. Pul o'tkazmasi amalga oshirilayotganda izoh
kommentariy, maydonni bo'sh qoldirish yoki do'stimga kabi noaniq izohlar yozish keyinchalik muammolarga olib kelishi mumkin. Soliq idorasi bunday o'tkazmalarni shubhali deb hisoblashi mumkin. Har doim pulning maqsadini aniq ko'rsatishga harakat qiling. Qarzni qaytarish, oilaviy yordam, tug'ilgan kun sovg'asi va hokazo. 4. Birlamchi hujjatlarning yo'qligi. Agar soliq idorasi sizdan pul o'tkazmalarining manbasini yoki maqsadini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rasa, ularni taqdim eta olmasligingiz sizga soliq hisoblanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar imkon bo'lsa, qarz shartnomalari, xizmat ko'rsatish shartnomalari, tovar cheklari va shu kabi hujjatlarni saqlab qo'yish juda muhimdir. Noaniq nuanslar, vaziyatni tushunishdagi ba'zi qiyinchiliklar bergan. Katta miqdor nima? Aslida qonunchilikda aynan qaysi miqdordagi o'tkazmalar yoki qancha sonli o'tkazmalar tadbirkorlik faoliyati belgisi deb hisoblanishi aniq belgilangan chegara ba'zan aniq bo'lmasligi mumkin. Odatda bu faqat bir martalik yirik o'tkazmalar emas, balki muntazamlik va pulning maqsadiga bog'liqdir. Misol uchun bir martalik 1 million so'mga kvartira sotish soliqqa tortilmasligi mumkin. Ammo har kuni 20 ming so'mdan ta o'tkazma kelishi diqqatni tortadi. Ikkinchi, tadbirkorlik belgisi nima? Bu tushuncha juda muhim. Soliq organlari faqat bankdan olingan ma'lumotlarga asoslanib qaror qabul qilmaydi. Ular ma'lum bir mezonlar majmuasini tahlil qiladi. Muntazamlik. O'tkazmalar har kuni, har hafta yoki har oy qanchalik tez kelib turadi. Foyda olish maqsadi. Pul o'tkazmasi daromad olish maqsadida amalga oshirilganmi? Pul o'tkazmalarining soni va hajmi bir nechta shaxsdan yuzlab mayda o'tkazmalar kelishi yoki kam sonli, ammo juda yirik o'tkazmalar kelishi. Faoliyat turi. Agar siz ijtimoiy tarmoqlarda o'z xizmatingizni reklama qilsangiz va uning uchun kartaga to'lov qabul qilsangiz, bu aniq tadbirkorlik belgisi hisoblanadi. Asash qanday tekshirishadi? Banklar ma'lum miqdordan oshgan yoki shubhali deb topilgan o'tkazmalar haqida soliq organlariga avtomatik ravishda ma'lumot beradi. Bu moliyaviy monitoring doirasida amalga oshiriladi. Soliq idorasi bu ma'lumotlarni tahlil qilib, agar tadbirkorlik faoliyati belgilari aniqlansa, tegishli shaxsga so'rovnoma yuborishi yoki tekshiruv boshlashi mumkin. Bu jarayon avtomatik bo'lib, har bir o'tkazma emas, balki umumiy oqim tahlil qilinadi. Shunday qilib, bu qoidalarning asosiy maqsadi halol fuqarolar emas, balki o'z daromadlarini yashirib kelayotgan norasmiy tadbirkorlarni aniqlash va ularni qonun doirasida faoliyat yuritishga undashdir. Asrish amaliy maslahatlar. Hozir nimaga e'tibor berish kerak va qanday harakat qilish lozim? Aziz do'stlar, endi eng muhim qismga, ya'ni aniq amaliy maslahatlarga o'tamiz. Bu maslahatlar sizga vaziyatni to'g'ri baholashga va kelgusida moliyaviy muammolarga duch kelmaslikka yordam beradi. Eng qadam, o'z vaziyatingizni tahlil qiling. Avvalo, o'zingizning kartangizga kelayotgan pul o'tkazmalarining xususiyatini chuqur tahlil qiling. Kimdan keladi? Doimiy mijozlaringizmi, yaqin qarindoshlaringizmi, do'stlaringizmi yoki tasodifiy shaxslardanmi? Qanday maqsad uchun? Bu pul xizmat ko'rsatganingiz uchun to'lovmi, tovar sotganingiz uchunmi, qarz qaytarishmi, oilaviy yordammi yoki shaxsiy sovg'ami? Muntazammi? Pul o'tkazmalari har kuni, har hafta yoki oyda bir necha marta takrorlanadimi? Yoki bu bir martalik holatmi? Hajmi qancha? Har bir o'tkazmaning miqdori va oy davomidagi umumiy tushumlar hajmi qancha? Ushbu savollarga javob berish orqali siz o'z holatingizni tushunib olasiz va soliq riskini baholay olasiz. Asosiy ilk qadam daromad manbalarini legallashtiring. Agar siz yuqorida aytilgandek tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz va mijozlardan shaxsiy kartangizga to'lovlarni qabul qilsangiz, zudlik bilan o'z faoliyatingizni rasmiylashtiring. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu juda oddiy jarayon. Soliq organlariga murojaat qilib, o'z faoliyatingizni qonuniy tarzda olib borishingiz mumkin. Bu sizga ko'plab soliq imtiyozlari va xotirjamlikni beradi. O'z-o'zini band qilgan shaxs maqomini oling. Agar sizning faoliyatingiz, masalan, repetitorlik, dizayn, sartaroshlik, hunarmandchilik o'z-o'zini band qilgan shaxslar ro'yxatiga kirsa, bu siz uchun eng qulay va arzon yechimdir. Siz yillik bir marotaba minimal ijtimoiy soliqni to'lab, barcha daromadlaringizdan soliqdan ozod bo'lasiz. Rasmiy bank hisob raqami oching va post terminal ishlating. Tadbirkorlik faoliyatidan tushadigan pullarni shaxsiy kartangizga emas, balki rasmiy tadbirkorlik hisob raqamingizga qabul qiling. Do'koningiz bo'lsa, post terminal o'rnating. 3 qadam. O'tkazmalar izohiga aniqlik kiriting. Har qanday pul o'tkazmasi, ayniqsa do'stlar, qarindoshlar, hamkasblar bilan o'zaro pul almashinishlarda
pul o'tkazmasini izoh maydoniga aniq va tushunarli ma'lumot yozing. Masalan, qarzni qaytarish, oilaviy yordam, tug'ilgan kun sovg'asi, do'stona yordam, o'qish uchun bu keyinchalik soliq idorasi savollariga javob berishda juda katta yordam beradi. Ko'r qadam, hujjatlarni saqlang. Agar siz yirik miqdorda qarz olgan yoki bergan bo'lsangiz, yoki biron qimmatbaho buyum sotgan bo'lsangiz, tegishli hujjatlarni saqlab qo'ying. Qarz shartnomalari yoki tilxatlar agar pul qarz sifatida berilgan yoki olingan bo'lsa. Sotish shartnomalari. Kvartira, avtomobil, qimmatbaho buyumlar sotganingizda sovg'a dalolatnomasi, ayniqsa yirik miqdordagi sovg'alar uchun agar rasmiy shaklda bo'lsa. Bu hujjatlar pulning manbasini va maqsadini isbotlash uchun juda muhimdir. 5 qadam. Bank bilan aloqada bo'ling. Agar sizning kartangizdagi o'tkazmalar soliq nazorati ostiga tushgan bo'lsa, bank sizga bu haqda xabar berishi mumkin. Bunday holatda darhol bankning tegishli bo'limiga murojaat qiling va vaziyatni tushuntiring. Bank mutaxassislari sizga qanday hujjatlar taqdim etish kerakligi yoki qanday yo'l tutish kerakligi bo'yicha maslahat berishi mumkin. Ular soliq idorasi bilan muloqotda vositachi bo'lishlari ham mumkin. 6 qadam. Soliq maslahatchisiga murojaat qiling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa yoki yuqoridagi maslahatlarga amal qilib ham savollaringizga to'liq javob topa olmasangiz, tajribali soliq maslahatchisi yoki yuristga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizning individual holatingizni ko'rib chiqib, aniq qonuniy yo'l yo'riq ko'rsatishi va o'rtacha xarajatlardan saqlab qolishi mumkin. Ular soliq organlari bilan muloqotda ham yordam bera oladilar. 7 qadam. Soliq organlariga murojaat qilish tartibi. Agar sizga soliq hisoblangan bo'lsa va siz bunga rozi bo'lmasangiz, buni e'tiroz bildirish huquqingiz bor. Yozma ariza bilan murojaat qiling. Hududiy soliq inspeksiyasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda vaziyatni batafsil bayon eting. Nega sizga soliq hisoblanishi noto'g'ri deb hisoblayotganingizni asoslab bering. Hujjatlarni ilova qiling. Yuqorida aytilgan barcha tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalarini arizaga ilova qiling. Nusxasini o'zingizda saqlang. Arizaning bir nusxasini va uning kirim raqamini yoki qabul qilinganligi haqidagi shtampni o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik sizning murojaatingizni kuzatishda yordam beradi. Apellyatsiya. Agar soliq inspeksiyasining qarori sizni qanoatlantirmasa, yuqori turuvchi soliq organlariga yoki sudga apellyatsiya berish huquqingiz bor. Xulosa va yakuniy chaqiruv mana aziz do'stlar, bugungi videoning yakuniga ham yetib keldik. Umid qilamanki, bu batafsil tahlil kartaga o'tkazmalarga nisbatan joriy etilayotgan yoki joriy o'chirmali soliq haqidagi barcha savollaringizga oydinlik kiritdi. Asosiy xulosa shuki, bu soliq tizimini tartibga solishga qaratilgan qadamdir va u hamma uchun emas. Agar siz halol va shaffof faoliyat olib borsangiz, o'z daromadlaringizni qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirsangiz, o'zgarishlar siz uchun hech qanday xavf tug'dirmaydi. Aksincha, bu sizga yanada ishonchli va barqaror kelajakni qurishga yordam beradi. Eng muhimi, vahima qilmang. Vaziyatni to'g'ri tushunishga harakat qiling va yuqorida aytilgan amaliy maslahatlarga amal qiling. O'z faoliyatingizni rasmiylashtirish, pul o'tkazmalarining izohiga e'tibor berish va zarur hujjatlarni saqlash sizni ko'plab bosh og'riqlardan xalos qiladi. Sizningcha bu yangi soliq tizimi qanchalik adolatli? U iqtisodiyotga qanday ta'sir ko'rsatadi? Sizda bu borada qanday savollar yoki fikrlar bor? Iltimos, o'z fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir kommentariya biz uchun juda qimmatli. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va kanalimizni rivojlantirishga yordam beradi. Va albatta, kelgusi muhim va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga hoziroq obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ushbu videoni o'z do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Chunki bu ma'lumotlar ularga ham kerak bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.